Aziz do'stlar, bugungi obzorimiz Tiggo 8 gibrid avtomobilimiz. Batafsil mashinamizni tushuntirib o'taman. Bu avtomobilimiz Tiggo 8 gibrid yangi modelimiz 1400 km yuradi. Ikkita motori bo'ladi bularda. Elektr hamda benzin motor. Oldi abrissovkalardan boshlasak, oldi abrissovkalarimiz o'ta juda dizayn, chiroyli dizaynga ega LED premium faralar, galogenlari ham o'zgacha chiqqan. Bu esa emblemamiz ham yonadi. Oldi parktoniklar bilan jihozlangan, повторяющий поворотный огни bo'ladi bularda ham. Mana bu yerda chiziqchalari ham yonadi. Keyingi masala, ko'rib o'tganimiz ham balonimizni ko'rib o'tamiz. Balonimiz 235 ga 53, radiusi 18 bo'ladi. Juda yumshoq balonlarda ishlab chiqarilgan. Podveskalarimiz, oldi podveskalarimiz многочастичка независимый. Har bitta balonimiz o'ziga javob beradi. Keti yumshoq balonlarda qo'yiladi. Mashinamiz двухслойный оцинкованный metal, bu degani ikki qatlamli, zanglamas, chirimas metaldan ishlangan. Keyingi masalasi 360 kamera. 360 kamera, поворотный, повторяющий огни bularda ham бесключевой достуp. Mashinamiz xuddi elektromobillarga o'xshab выдвигающийся ruchniklar bilan chiqargan. Salon qismimiz birdan e'tiborimizni tortadi. Salon dizaynimiz deriva deyiladi, o'sha bilan ishlangan. Ochilish, yopilish tizimi, blokirovka oyna, elektropodъемniklar, eng asosiysi Sony akustika bilan ishlangan. Kojamiz premium kojada ishlangan. Salon qismimiz, tak, ichki qismimiz sidenamiz elektr tizim bilan полностью jihozlangan. Multi rul. Eng asosiysi hamma monitorlarimiz elektr bo'ladi. Ikkita беспроводной zaryadka. Eco Sport rejim, standart rejim bularda mavjud. Keyingisi elektr hamda gibrid sistemada harakatlansangiz bo'ladi. Salon qismimiz полностью qora. Полный salon qismimizdan e'tibor bersalaringiz, korishniy juda anonda bo'ladi. Faralarimiz полноценный elektr, benzin bakni bu yerdan ochasiz, bagajni ham ochsangiz bo'ladi. Keyingi masalamiz orqa o'rindiqlar. Orqa o'rindiqlarimiz ham полноценный chiroyli kojadan, eko kojadan ishlangan. Ko'rsalaring agar men bo'yim 1.70, lekin men bu avtomobilda orqaga ham sura olaman, sideniyasini ham mana bunday tushirib harakatlana olaman. Biznes klass desa ham bo'ladi. Mazza qilib uzoq yo'lga ketsalaring ham bo'ladi. Mashinamiz yana bir marta aytib o'taman, ikkita motorlik bo'ladi, elektr hamda benzin. Benzin holatida hamda elektr holatida. Benzin elektr holatida 130 km, qolgani esa benzin to'xtay benzinda yurib beradi. Mashinamizning umumiy hisobda yurish kilometraji 1400 km yurib beradi. Mashinamiz hamda bir xillarda savol bo'lishi mumkin. Misol, elektr toki tugasa agar benzinda qanday yuradi? Avtomatik o'zi benzinga o'tadi. 60 dan tezlikni ko'tarsangiz toza benzinda yurib beradi. Keyingi masalamiz, men bu yerdan tushaman. Orqa dizaynimiz ham o'zgacha ishlab chiqarilgan. Полностью LED premium faralarimiz полностью yonadi. Bu yeri ham yonadi. Tiggo 8 Flower in Hybrid degan avtomobilimiz. Orqa podveskalarimizdan birdan ko'rsatib o'tishim mumkin. Orqa podveskalarda ko'rsalaring, полностью многоречашка независимый. Har bitta balon o'ziga javob beradi. Yumshoqlik darajasi o'ta darajada. Mashinamizning narxi ikki xil bo'ladi. Masalan, full pozitsiyasi 450 million, 449 million 900. Birinchi pozitsiyasi esa 429 million 900, 430 million bo'ladi. Keyingi masalamiz. Mashinamiz ikki xil turda bo'lsa, farqi ulardan nima bo'ladi? Head-up display, massaj sideniya hamda rejimlarda bo'ladi. Mashinamiz haqida nima deya olaman? Mashinamizda avtokredit, leasing, naqd, рассрочкаga xarid qilishingiz mumkin. Albattaki, Aday Master Cherry Cho'ponotaga tashrif buyurib, avtomobilingizni xarid qiling. Hammangizni kutib qolamiz. Obuna bo'lish knopkasini unutmang.